Shu videoni ko'rayotgan paytingiz siz o'nlab, balki yuzlab mijozlar yo'qotasiz. Sababi siz biznesingiz offline va to'rtta devor bilan chegaralangan. Vaholanki butun O'zbekistonga yoki butun dunyoga onlayn savdo qilsangiz bo'ladi. Hozir biz onlayn savdo o'zi nimaga kerak biznesga? Unga qanaqa o'tiladi? Onlayn savdoga o'tilmoqchi bo'lsa nima yo'llar bor? To'liq xarita haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, ismim Bunyod, Data 365 korxonasining asoschisiman. Biz shu kungacha avtomatlashtirish, raqamlashtirish, tizimlashtirish bo'yicha Infactor, Iman, Robit, Najot ta'limga o'xshagan qator 100 dan ko'proq mijozlarga xizmat ko'rsatgan. Bu videoda biz hozir onlayn savdo o'zi nega kerak? Biznesga nima foydasi bor? Agar kirishilmoqchi bo'lsa, nima yo'llar bor, nima qadamlar bor, qaysi yo'lni qachon tanlash kerak, nima plyus minusi bor, endi nima yechimlar bor degan savollarga javob beramiz. Sizga offline o'zi shundoq yaxshi pul qilayotgan tadbirkorga onlayn do'kon nima keragi bor? Tasavvur qiling, soat kechasi 11. U vaqtda siz kechasi uyga borib, oilangiz bilan dam olgan bo'lasiz. Lekin raqobatchilarda onlayn do'koni borlarda ularning do'koni 24 ga 7 ishlaydi va kassaga 24 ga 7 pul tushadi. Sizdan ular karra ko'proq pul qiladi. Misol sizning do'koningiz 12 soat ochiq tursa, onlayn u 24 ga 7 ishlaydi. Bu degani sizdan kamida 2 barobar, 3 barobar, balki 4 barobar ko'proq savdo qilish imkoniyati bor degan. Ikkinchi sabab hudud. Ya'ni siz offline do'kon ochgan bo'lsangiz, aytaylik do'konni bozorda ochgansiz va qattiq o'sha lokatsiyaga bog'lanib qolgansiz. Misol kuniga o'sha bozordan 2000 ta odam o'tsa, siz do'koningiz yonidan 200 ta odam o'tsa va kuniga 20 ta odam sizdan sotib olsa. Bu degani siz mana shu 200 tadan u yoqqa o'ta olmaysiz. 200 dan 400 ta qilib bo'lmaydi. 500 ta, 1000 ta, 20 ming ta qilib bo'lmaydi uni. O'sha joyga qattiq bog'langansiz. Uning uchun siz boshqa joydan tochkalar, filiallar ochishingiz kerak bo'ladi. Onlaynda bo'lsa, sizda chek-chegara yo'q. Misol O'zbekistonda aytaylik 38 million aholi bo'ladigan bo'lsa, sizning mijozlaringiz 20 million deb olaylik, siz o'sha 20 millionga to'g'ridan to'g'ri chiqa olasiz. Faqat bunga ma'lum bir ilm kerak. Uchinchi sabab kengayish. Siz bozorda filial ochdingiz, mana 200 ta odam o'tadi. Endi shu 200 ta emas, siz 1000 ta odam bo'lishini xohladingiz. Nima qilasiz? Yangi filial ochasiz, to'g'rimi? Buxorodan, Samarqanddan, Qirg'iziston, Qozog'iston, dunyoning boshqa mamlakatidan filial ochishingiz kerak. Va bu sizga katta xarajatga tushadi. Remont puli bor, arenda puli bor, xodimlarning puli bor, marketing xarajatlari, ya'ni ochganingizdan keyin e'lon qilishingiz kerak, bayram qilishingiz kerak odamlarni ko'rish uchun, to'g'rimi? Va bu aytaylik kamida 10 ming dollarga tushadi. Do'konni o'ziga qarab turib. Onlaynda bo'lsa bunaqa emas. Ya'ni siz bitta filial ochilishga 1 oy, 2 oy, 3 oylar tayyorlanib, remontlar qilib, unchalik pul ham ketmaydi, unchalik harakat ham qilmaysiz. Onlaynda faqat ma'lum bir ilmga ega jamoangiz bo'lsa, hozir o'zida to'g'ridan to'g'ri Amerikaga, hozir o'zida to'g'ridan to'g'ri yonimizga qo'shnimizga Qirg'izistonga, Buxoroga, Samarqandga xohlagan joyingizga sotsangiz bo'ladi. Statistika bo'yicha odamlar 70-80% telefonga tikilib o'tkazayotgan vaqtda offline do'kon ochaman deb uni orqasidan yangi filiallarni quvib yurish menimcha ahvolli bo'lsa kerak. Menimcha onlayn do'kon nima foydasi borligini, savdoni qanchalik karra oshirib yuborish mumkinligini, imkoniyatlarini tushundingiz. Endi biz onlayn do'kon ochmoqchi bo'lsak, onlayn savdo qilmoqchi bo'lsak, nima yo'llar borligini, qaysi birini qachon tanlash kerakligini gaplashamiz. Mabodo noto'g'ri yo'l tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, bu sizga yaxshigina zararga tushishi mumkin. 10 million, 80 million, 100 million, undan ham ko'p pulga tushib qolishingiz mumkin. Balki bankrot bo'lib ketishingiz ham mumkin. Shuning uchun diqqat bilan eshiting, qaysi holatda, qaysi yo'l tanlash kerak, siz holatingizga qaysi yo'l tushadi ko'proq, shuni bilib olamiz hozir. Offline biznesni onlaynga o'tkazishda bir necha yo'llar bor. Birinchisi ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlab boshlash. Ya'ni Instagram bizni hududga nisbatan, O'zbekistonga nisbatan olsak, bizda Instagram bilan Telegram yaxshi ishlaydi, to'g'rimi? Mana shu Instagram bilan Telegramda savdoni boshlash. Ikkinchisi bu Uzum, Yandexga o'xshagan marketplace'larda ishlab boshlash. Ya'ni o'zimiz Abu Sahiy bor-ku, bu shuni onlayn variantida bossak ham bo'ladi. Ichkariga kirasiz, joy olasiz, bozor sizga odamlarni ta'minlab beradi, o'sha yerda savdongizni qilasiz. Uchinchisi bu o'zingizga, biznesingizga shaxsiy internet do'koni yaratish. Bu yerda sizda bozorga qaramlik bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlardan boshlaydigan bo'lsangiz, sizda hali aytganimdek jamoa shakllanadi, o'zingizda tushuncha hosil bo'ladi va tajriba bo'ladi. Shu tajribalar bilan keyin ikkinchi, uchinchi yo'lga kirsangiz, siz rostdan ham foyda ola olasiz. Bo'lmasa foyda ola olmaysiz. Ikkinchi, uchinchi yo'lda, ya'ni o'z shaxsiy do'kon qilsangiz yoki Uzum yoki Yandexga kiradigan bo'lsangiz, foyda ola olmaysiz. O'zi onlayn savdoning asosi bu marketing hisoblanadi. Siz agar hali ijtimoiy tarmoqlarda savdoingizni boshlamagan bo'lsangiz, sizda marketing haqida tushuncha bo'lmaydi, ilm bo'lmaydi, hali jamoa shakllanmagan bo'ladi va sizda hali tajriba bo'lmaydi. Va bu komponentlarsiz siz hozir o'zingiz noldan internet quraman deb kirib ketadigan bo'lsangiz yoki Uzumga yoki Yandexga kirib ketadigan bo'lsangiz, siz katta pulga kuyib qo'yasiz. Mollaringiz muzlab qoladi. Shuning uchun birinchi ijtimoiy tarmoqlardan boshlagan yaxshi. Endi xo'p,
tushundim, ijtimoiy tarmoqlarni boshlash kerak ekan, Instagram yurg'izishim kerak ekan, Telegram yurg'izishim kerak ekan, nima qilish kerak desa, boshida mana ikkita yo'l bor. Yo o'zingiz jamoa shakllantirasiz, yo tayyor shu bilan shug'ullanadigan jamoalar bor. Ular 5 lab, 10 lab, balki 100 lab sizga o'xshagan korxonani oladi, yurg'izib beradi ijtimoiy tarmoqni. Birinchi shunaqa jamoaga murojaat qilganingiz yaxshi. Shunda sizda evolyutsion tushuncha hosil bo'ladi. Nimani talab qilish kerak, o'zi marketing nima? Keyin siz o'zingiz sekin jamoani yig'ib boshlaysiz. Jamoani yig'ganingizdan keyin mazasini sezib boshlaysiz, pul kelib boshlaydi ijtimoiy tarmoqdan. Keyin ikkinchi, uchinchi qadamga o'tib ketsangiz bo'ladi. Ijtimoiy tarmoq bu bo'lishi shart bo'lgan onlayn savdoda boshlang'ich nuqta. Lekin savdoni kattalashtirib tashlaman, kengaytirib tashlayman deydigan bo'lsangiz, bu sizga yetmaydi. Shuning uchun yo ikkinchi yo'l, yo uchinchi yo'l tanlashingiz kerak. Yo bu degani marketplace, Yandexga o'zimga o'xshagan marketplace'ga kirishingiz kerak, yo o'zingiz noldan internet do'kon qurishingiz kerak. Hozir marketplace'lar haqida gaplashamiz. Xo'p, marketplace nima? Sodda qilib aytganda, mana siz do'kon ochgansiz, to'g'rimi? Aytaylik, agar bozor ichida ochgan bo'lsangiz, sizga bozor nimani ta'minlab beradi? Tayyor mijozlar uni ichida aylanib yuradi va shularning ichidan sizga qiziqqanlar do'konga kiradi. To'g'rimi? Uzumda ham xuddi shu bozorni, faqat onlayn varianti. Marketplace'larning afzalligi nimada? Bir, sizga bozor bo'lgandan keyin u tayyor sizga mijozlarni olib kelib beradi. Siz o'zingiz brend qilaman, orqasidan quvlayman, mijozlarni qanaqa shakllantiraman deb yurmaysiz, tayyor mijozlarni sizga olib kelib beradi. Qulayligi shunda. Ya'ni siz shunchaki ro'yxatdan o'tdingiz, mahsulotlarni joyladingiz, ertasiga savdoga kirishib ketsangiz bo'ladi. Lekin hamma joyda tosh tarozi bo'lganda, buni ham o'zining kamchiliklari bor. Bozorda siz nima bo'lasiz? Bozorga qaram bo'lasiz. Qaysi ma'noda? Uzum yoki bunga o'xshagan marketplace'da sizdan komissiya oladi. Bu hali soliqlardan tashqari 15-25% atrofida sizdan komissiya oladi. Ikkinchisi, sizga mijozlar bazasini bermaydi. Siz agar uzoq yillik o'yin o'ynayotgan bo'lsangiz, uzoq yillik biznes qurmoqchi bo'lsangiz, sizga mijozlar bazasi kerak. Nimaga? Chunki siz aksiyalar o'tkazasiz, tug'ilgan kunda chiqasiz, bayramlarda chiqasiz, sizga mijozlar bazasi kerak. Sizga mijozlar bazasini marketplace'da yetkazib bermaydi. Uchinchisi, narx va qoidalar marketplace'ga tegishli. Siz xohlagan paytda narxlarni o'ylanta olmaysiz. To'liq bu narsalarning nazorati marketplace'da, siz qo'lingizda emas. To'rtinchisi, sizda brend shakllanmaydi. Aytganimdek, agar siz uzoq yillik biznes qilmoqchi bo'lsangiz, sizga brend kerak, nom kerak, odamlarning esida qolishingiz kerak. Bo'lmasam, siz uzoq faqat reklamaga o'tirib qolasiz. Endi qachon marketplace kerak? Qachonki siz endi internet do'konda savdo qilish boshlamoqchisiz, ijtimoiy tarmoqlarni qilib bo'ldingiz, ko'proq savdo kerak. Endi internet do'konda savdo qilmoqchisiz. Boshida o'zingiz qiladigan bo'lsangiz, bu bo'yicha siz tajriba ilm bo'lmaydi. Shuning uchun marketplace'ga kirib, yerda qonun qoidalari qanaqa yurg'iziladi, tovar qanaqa ushlanadi, qanaqa muzlagan tovarlar sotiladi, siyosati, narx o'rnatish, boshqa-boshqalarni bilib olganingizdan keyin o'zingiz noldan qursangiz bo'ladi. Ungacha marketplace'da siz savdo yuritib ko'rishingiz kerak. Marketplace minusi bu siz unga qaramligingizda, ya'ni narxni xohlagancha o'ynatadi. Ma'lum bir chegaralar chizib qo'ygan, o'sha chegaralardan chiqa olmaysiz. Komissiyasi bor. Bu yoqdan siz tashqariga chiqa olmaysiz. Endi hamma narsa siyosat o'zim qo'limda bo'lsin deydigan bo'lsangiz, siz noldan o'z internet do'kon qurishingiz kerak. Ana endi shu haqida gaplashamiz. Qaysi bosqichda marketplace'dan shaxsiy do'konni qurishga o'tsa bo'ladi? Birinchi signal, siz kundalik qo'lbola ishlardan charchadingiz. Ikkinchi signal, marketplace komissiyalari siz daromadingizga sezilarli darajada ta'sir qilyapti. Uchinchi signal, sizga mijozlar servisingiz haqida nolib boshladi. To'rtinchi signal, endi siz brend qurmoqchisiz. Beshinchi signal, siz yana ham kengayish xohlaysiz. Ya'ni hamma signal siz endi marketplace'ga qaram bo'lishni xohlamasligingizga bog'liq. Endi shaxsiy do'kon qurishga siz yetib kelgan bo'lsangiz, ikkita yo'l bor. Birinchisi bu dasturchilar bilan qilish. Bu yaxshi yo'l, lekin qimmatga tushadi. Qachonki siz marketplace uzumga o'xshagan katta bozor qurmoqchi bo'lsangiz, bu yoqda qilgan yaxshi. Lekin siz o'zingizni brendingiz uchun do'kon kerak bo'ladigan bo'lsa, siz butun dunyo ishlatadigan konstruktorlar bor, legolar bor tayyor, o'shalarda yasaganingiz yaxshi. Birinchi yo'l nimaga yaxshi emas desa, chunki bu qimmatga tushadi. Kamida 50 ming, 60 ming, 100 ming dollarga shunchaki pulingiz yo'q bo'lib ketadi. Endi konstruktor deganda Shopify degan konstruktor bor. Butun dunyodagi 11% tasavvur qilsin, millionlab internet do'konlar bo'lsa, shuni 11% butun dunyo bo'yicha Shopify konstruktorida qurilgan. Buning orasida Tesla bor, Panasonic bor, Barbie, Nestle va bunga o'xshagan ko'p juda ham mashhur bo'lgan brendlar aynan shu Shopify konstruktorida internet do'konlarini qurishgan. Shunchaki taqqoslash uchun noldan quraman deydigan bo'lsangiz, aytaylik bitta kompaniyaga murojaat qiladigan bo'lsangiz, maksimum uni ustida 5 ta odam ishlar. Shopify konstruktorining ichida 3,5 mingta dasturchi ishlaydi. Xodimlar emas, dasturchilarning o'zi 3,5 mingta. Ya'ni 5 ta odam ham o'tirib sizda 3,5 mingta odam ishini baribir qilib bera olmaydi. Shuning uchun mana shu yo'lni tanlagan biznes tomonidan effektivroq. Xulosa, siz noldan internet do'kon qurmoqchi bo'lsangiz,
siz uchun eng optimal yo'l bu Shopify platformasi. Internet do'konimiz bu haqida tushunchangiz bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun tushuntirdik. Ko'z oldiga ham keltirish uchun videoda chiqaramiz nimaligini va qisqacha tushuntirishga harakat qilaman. Internet do'kon bu sizning do'koningizni, xuddi do'koningizni onlayn varianti. Ya'ni odamlar kiradi, katalogga o'xshab tovarlarni ko'radi telefonidan yoki kompyuterdan va o'sha mahsulotlarni sizda do'koningizga kirib sotib oladi. Farqi nimada? Farqi siz do'konni ichiga kirgan paytda odam faktori bor. Bu avtomatlashmagan. Internet do'konda bo'lsa, to mijoz kirganidan sotib olgunigacha, hatto uyga yetib borgungacha bo'lgan jarayonni to'liq odamsiz avtomatlashtirsa bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, biz offline biznesga onlayn do'kon nimaga kerakligini gaplashib chiqdik va nima yo'llar borligini ham, xaritani ham gaplashib chiqdik. Xaritada birinchi qadam demak, ijtimoiy tarmoqdan boshlash ekan. Nega? Chunki sizda marketing bo'yicha tajriba va ilm hosil bo'ladi, jamoa hosil bo'ladi. Undan keyin marketplace ga o'tgan ma'qul ekan. Marketplace dan keyin endi men noldan qilmoqchiman deyiladigan bo'lsa, yo'llar bor ekan. Va bu yo'llar qaysilar? Noldan dasturchilarga qildirish yo tayyor platforma Shopify dan foydalanish. Videodagi jadvalda siz ko'rsangiz bo'ladi, har bir xaritadagi yo'lni plus minuslari nimada? Ijtimoiy tarmoq, marketplace va noldan internet do'kon qurish. Video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang va obunani bosib qo'ying. Nimaga? Chunki bu sizga o'xshagan tadbirkorlarga bu video yetib borib, rostdan ham kengayishga harakat qilishiga, ko'proq foyda olishiga, daromad qilishiga va noto'g'ri qaror qabul qilib qo'ymasligiga yordam beradi. Endi siz internet do'konini noldan qurmoqchiman degan qadamga yetib kelgan bo'lsangiz va savollaringiz bo'lsa, pastda yozib qoldirsangiz bo'ladi yoki pastda kontaktlarimizni qoldiramiz, aloqaga bemalol chiqsangiz bo'ladi. Bir choy ustida, xudo xolasa, gaplashamiz.